Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bugun hozir o'quvchilar bilan biz ona tili darsida mavzuni o'tib bo'lib, qiziqarli o'yin topshirig'ini o'ynamoqchimiz. O'quvchilarimiz tayyor holatda o'tiribdi, qo'llarini qo'yib, tayyor bo'lib o'tiribdilar. Hozir o'quvchilarimizga o'yin shartini tushuntirib o'tamiz. Biza o'rganib turgan mavzumiz, demak, sifat so'z turkumi mavzusini tugalladik bugun. To'g'rimi? Sifat so'z turkumini o'rganib yakunladik. Undan oldin qaysi so'z turkumini o'rgangan edik? Ot so'z turkumini o'rgangan edik. Bugun endi sifat so'z turkumini o'rganganimiz bo'yicha hozir qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinimizda har bir guruh, 3 guruhga bo'lingan holatda o'tiribmiz. Har bir guruh o'quvchilari tayyor holatda o'tiribdi. Topshiriqning shartini tushuntiraman. 3 guruh bo'lib bajaramiz. Topshiriq tushunaldimi? Hammamizni qo'limiz, o'ng qo'limiz va chap qo'limiz bor. To'g'rimi? Topshiriqning sharti shundan iboratki, hozir men sifat so'z turkumidagi so'zlarni ichidan mazatan bildiruvchi sifatlar va shakl, hajm bildiruvchi sifatlarni aytaman. Mazatan bildiruvchi sifatlarni aytganimda o'ng qo'limizni, qani o'ng qo'limiz? Shakl, hajm bildiruvchi sifatlarni aytganimda chap qo'limizni ko'taramiz. Tayyormizmi? Unday bo'lsa, boshladim. Mazatan va shakl, hajm. Undan tashqari boshqa sifatlar aytiladigan bo'lsa, qo'limiz umuman ko'tarilmaydi. E'tibor beramiz shu yerga. 1, 2, 3 boshladik. Mazali. Achchiq. Katta. Sekin. Baland. Sho'r. Nordon. Achchiq. Yomon. Qaysar. Qiyshiq. Egri. Badbo'y. Mazasiz. Shirin. Sho'r. Achchiq. Qaysar. Tor. 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 Baland. Baland. Silindr. Silindr. Katta. Aylana. Barakalla.